Assalomu alaykum YouTube foydalanuvchilari. Sizlar bilan bugungi tayyor bo'lgan stol-stullarimizni qisqacha obzor qilib o'tamiz. Manzilni tushuntirib o'tadigan bo'lsak, manzillarimiz Andijon viloyati Oltinko'l tumani birinchi qo'l sexidan tanishtirib o'tyapmiz. Sizlar bilan video boshlanishidan oldin bir dona like bosib, kommentariyada o'z fikringizni qoldirasizlar. Sizlar bilan bugungi arzon stol-stullarimizdan boshlaymiz. Ko'rib o'tganinglardek har xil rasvetkalaridan bor stol-stullarimizni rossiyskiy listovoy yog'ochida tayyorlangan. Bu komplektlarimiz korishniy variantida bo'ladi. Korishniy variantimiz ko'rib turibsizlar, juda bejirim, chiroyli ishlangan. Xo'p, materiallarga keladigan bo'lsak, vellur material, machalkalari 9 santimetrda ishlangan. Chester tugmali qilib 12 talik holatida, xon taxtasining uzunasi 275 ga eni 110, xonlari peshxon bo'lib pasayadi. Ko'rishingiz mumkin, juda chiroyli ishlangan. Bu komplektimizning narxiga keladigan bo'lsak, narxlari 3 million so'm. Vodiy bo'ylab dastavkalarimiz mutlaq bepul, qolgan viloyatlarga kelishilgan holatda. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. Sizlar bilan bog'lanib, xudo xolasa chiroyli narxlarda qilib beriladi. Bu komplektimiz rossiyskiy listovoy yog'ochida bo'lgan, shampan-svetda tayyorlangan. Bu ham xon taxtalari juda neobычно ishlangan. Ayollarni ko'rib turishingiz mumkin. Xo'p, xon taxtasining uzunasi bu ham 275 ga 110 mramor svetda oq bo'ladi. Hop, machalkalari, stullarni ko'ring. Bular ham misol 9 santimetr, juda chiroyli ishlangan, chester tugmalik. Bularda nima farqi ko'ringlar. Bu orasida yopiq, bular orasi ochiq bo'ladi. Bu komplektimizning narxi 12 talik holatida 3,5 million so'm. Dastavkalar O'zbekiston bo'ylab ishlab turibdi. Vodiyga mutlaq bepul yetkazib beramiz. Mana orqa ko'rinishi pardali qilib, medalionlar qadalgan bo'ladi. Splashni holatida. Xo'p, endi keyingi komplektimizga o'tadigan bo'lsak, keyingi komplektimiz oq jemchug rangida. Mana bu ham ko'rishingiz mumkin, oq jemchug rangida bo'ladi. Xon taxtasi bu ham juda chiroyli ishlangan. Rossiyskiy listovoy yog'ochida bo'lgan. Buni ham narxi 3,5 million so'm. Buni ham orqasida shunga o'xshagan medalionlar qadalgan. Ko'rishingiz mumkin. Xo'p, bunisi ham shampan-svetida tayyorlangan atechento material, chester tugmali qilib. Xo'p, buni ham narxi 3,5 million so'm. Bu yerda nimaga hammasi 3,5 million so'm desanglar, rossiyskiy listovoy yog'ochida assortiment qilingan. Xohlasanglar bu komplektni ham 3,5 million so'm qilib beramiz. Xo'p, sizlar buni 3,5 million so'mga sotib olish uchun pastdagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. Telegram, WhatsApplarimiz bor. Qolgan narsalarni sizlar bilan bafurcha tushuntirib o'tamiz. Machalkalari juda chiroyli, plotniy qilib ishlangan. Bunisiga xudo xolasa garantiyalar beriladi. Vodiy bo'ylab dastavkalar bepul. Endi yong'oqlariga o'tadigan bo'lsak, yong'oq Cobra Monica deyiladi. Machalkalari spinkasi, signasini ko'ringlar. Signasining machalkasi 12 santimetr. Chester tugmali qilib ishlangan, gullarga alohida e'tibor beribsizlar. Juda chiroyli ishlangan. Xon taxtasi MDF versatsiya holatida ishlangan. Xo'p, buni yonlariga e'tibor beringlar. Xon taxtasini juda chiroyli ishlangan, 8 qira bo'ladi. Xon taxta bo'lib pasayadi. Stullarning orqasida hammasida xuddi shu holatda pardali qilib medalionlar qadalgan. Bunimizni oldingi narxlari 6,5 million so'm sotilgan, hozirgi narxida 6 million so'm qilib belgilangan narxlari. Xudo xolasa telefon qilib aloqaga chiqsanglar, xudo xolasa juda chiroyli qilib yetkazib beramiz. Keyingi komplektimiz joziba. Kapala deyiladi. Gullariga e'tibor beringlar mana. Juda chiroyli qilib ishlangan. Gullari ikkala tarafda ham kelgan, signasining gullari bir xilda kelgan. Hop, machalkasi ham 12 santimetr. Narxlari 6 million so'm. Ko'rishingiz mumkin. Xon taxtalari ham juda chiroyli ishlangan. Hop, keyingi arzon ishlarimizni assortimenti, kimgadir bunaqa korishniy gulli yoqsa bunisidan qilib beramiz. Buni ham komplekt xon taxtalari bor, 3,5 million so'm chiqadi. Xohlovchilar uchun bunisidan qilib beramiz. Bunisidan ham bor. Bu ham 3,5 million so'm qilib belgilangan. Xo'p, xohlovchilar uchun bunaqa materiallardan ham tayyorlab berish imkoniyatlarimiz bor. Aloqaga chiqinglar, xudo xolasa sizlar bilan usta Umidjon bo'ldi. Bafurcha yana to'liq rasmlarni yetkazib beramiz, ko'rsatib beramiz. Aloqaga chiqishinglar mumkin.